Mana Nexia 2 bor ekanda, shuni ko'rsatsak, keyin qolgan mashinalarga to'g'risi o'tib boramiz. Mokrisidan bor ekan, qani egalaridan batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Charchamay. Rahmat, Allohga shukr. Yili necha ekan buni? Aka, 1 16, o'zi 15. Demak, 1.16, lekin mashina 15-yilgi Nexia 2 Sons gibrid motoridan 86 ta ot kuchi. Probeglar qanaqa buni? Probegi 297 mi yurgan, 4 ta elektron, chexollarni chiroyligidan taqib qo'yishdi mana mashinaga patsvet qilib. Xo'p, buni kraskalari nima deymiz, aka? Kraska narigi kiriloldi. Aha. Ichiga o'tmagan, eshigiga chichi o'tib qolgan. Qolgan joylar tozami? Qolgan joylar. Motor hadovoy ishi yo'qmi? Umuman ishi yo'q. Narxini necha pul deymiz kechki bozor? Kechki bozor bo'ladigani 1 so'm kamiga tushmayman aka. Ha. 4200 bo'lsa berib beraman. $4200 ga mana sizlarga 15-yilgi Nexia 2 200 mingdan oshiroq yurgan, kamchiliksiz minishga tayyor holatda. Telefon raqam beraylik bog'lanish uchun. 88lik 88 055 20 20. 20 raqamlariga telefon qilib egalaridan batafsil ma'lumotini ola olasizlar. Videolarga layklarni bosa olasiz. Biz navbatdagi mashinalarga o'tamiz. Bizda faqat arzon. Xudo xolasa, savdoingiz bersin. Nexialar bor ekan do'stlar. Nexia ichki bozori bormi yo'qmi? Yengil, tezda narxini bilib o'tib ketamiz, keyin navbatdagi mashinalarga o'tamiz. Xo'p, necha buni? 2008-yilgi Nexia 2 ni motori qanaqa? Dons motor, lyuks konditsioner. Xo'p, 530 ming yurgan mashinaning kraskalari qanaqa? Kraskasi bitta detalli. Bitta detal kraska, shu masalasi bo'lgan ekan eshiklari. Gazi metanmi? Gazi metan. Narxini ayting buni. Narxi 3200 dan o'tib beradi. 3200 kami bor. Necha pul so'radi bozor? 2800. 2800 so'rabdi buni. Oqi minaman desalar, mana oqidan bor ekan mana. 2010-yilgi oqini motori qanaqa? Motori Sons gibrid. Prostoy salon. Gidravlika rol. Gidravlika rol. Orqa eshigi ochilmaydi. Kraskalari qanaqa? Kraskalari 50%. 50%. Benzin yuradigan. Metan gazi bor. Narxini ayting, bo'ladi. Beradiganingiz ayting. 2800 kami bor. 2800 kami bor. Necha pul so'radi bozor? 2600 ga berib beraman. 2600 ga beraverasiz. Keyingi oq qanaqa bu? 2014. 14-yilgi oq Nexia 2 Avjit bo'lgan bir qator. polni asujit. Matishni narxida desa tushunmaydimi? Yo'q, gap tushmaydi. Ja tushmaydi. Biz yolg'on gapirdik. Gazi propan ekan. Gazi propan. Tabletka. Probeg qancha? Probeg 246 ming. 246 ming. Xo'p. Salon prostoy. Narxini ayting, beradiganingiz. 3200 dan ozgina 3200 ozgina o'tib beradi. kami bor. Polni asujitga qimmat emasmi boshliq? 2014. Yili pilis ekan. Ha. Laboylar. Nexia 1chi? Nexia 1 2003. 2003. Puluchi? Puli 2000 dan o'tib beramiz. 2000 kami bor. Yili necha buni? Orqasi butun, suvagi butun mashina. Yili? 2003. 2003. Stramblor. Nexia 1. Sons Stramblor 2003 ekan. Poli hamma yo'g'i bor. Kami yo'qmi, motor hadovoy ishi yo'qmi? Yo'q. Kraska necha 100%? Kraska bir qator bo'lgan. Polni bir qator bo'lgan. Metan gazi bor, benzin yuradi. Telefon 90lik. 90 kodi bilan 211. necha? 211. 211 49 44. 49 ga telefon qilib holinglar, birini holinglar, 14ni holinglar, mana 18 ma'qul kelganiga aloqa chiqarasizlar, videolarga layklarni bosa olasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Efirimizga yangi kirib kelganlar, akalar, ukalar, biz 683 mingdan ziyod odam kuzatyapti. Ekranga tirs 2 marta bosib, mana laykdan bosib olinglar. Jalka emas, sizlardan bir so'm pul ketmaydi-yu. Biz navbatdagi mashinalarga o'tamiz mana. Savdolarni bersin. Nexia 3 bor ekan. 19-yil ishlab chiqarilgan 105 ming probegdagi Nexia 3. Xo'p, konditsioner, yana nimasini aytamiz? Abizini aytamiz. Gazi yo'q ekan, benzinda ekan mashina. 105 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya 15% kraska qayerda aka u? Mana shu bir tarafda. Kriloda ikkita eshikda. Bitta eshikda. Qolgan joyi toza. Yangi balon bosib qo'ygan. 4 ta balon taqilgan. Holatlari. Archa balondan ekan, oqlari. Benzinda ekan. Narxini kechki bozor necha pul deysiz buni endi? 73 ga berib beraman. 73 ga berib berasiz. Ko'z necha pulga bermadingiz? Uni aka 72 ga bermoqman. 72 ga bermadingiz.
Telefon raqamingizni bering. 91lik 91lik 603 37 11 37 11. 11. Ishqi bozori bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bu yerda bari zodagonlar savdo qiladi-da aka, shuning uchun zodagonlar. Shuning uchun shag'al qatorda yuramizda biz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sizlar? Yili necha aka, qaysi birini ko'rsatamiz? 20. 20-yiligi Nexia 3 avtomatmi mexanikami aka bu? Mexanika 2020 probeg 134 ming. Kraska Toza, jichcha petnosi bor xolos, bir qarcha yarim qarcha. Ashona, sapachokda. Xo'p, mana holatlarni ko'rib baho berasizlar. Biz boricha ko'rsatib qo'yamiz, bahoni sizlar berasizlar. Ma'qul kelsa egalari nomerlarini aytib o'tamiz. Telefon qilib bog'lanaverasizlar bu yog'iga. Xo'p. Aka, kamchilik yo'q-a mashinada xudo xolasa? Kamchiliklari yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Buni gazi qanaqa aka? Propan gaz. Propan gazda. Narxini aka kelishtirib ketishki bozor berib beradiganingizni aytsangiz nima bo'lar ekan? 78 dan jichcha o'tib beramiz. 78 yana barakasiga o'tib berasiz. Telefon raqamingizni beraylikmi? 88lik 88lik 172 18 88 88lik 172 18 88. 88. Ishqi bozori bo'lsa agar aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, so'ramasa bugun nech pulga bermaysiz buni? Aka 72 gacha pul berishdi. 7200 gacha so'rashdi, berilmadi. Demak, shuni teparog'ida xudo xolasa kelishib beriladi. Xo'p, savdolarni bersin aka. Bugun kechki bozor deyarli tugadi. Soatimiz 4 dan, kechki 4 dan o'tdi shekilli. Biz boricha mashinalarni yotib qo'yamiz. Aka, ko'rsak bo'ladimi? Qanaqa bu yili? 21-yil 29-dekabrda avtosalondan chiqqan Nexia 3. Masofa balonlarda. Avtomatmi bu? Avtomat. 21-yiligi Nexia 3. Kraska tozami? Top toza. Probeg qanaqa? 80 ming yurgan. Gazi? Bor. Metanmi, propanmi? Shukr, bali palon pulligidan emasmi? Nexia 3larda avtomati ham qimmat bo'ladimi? Nech pul kechki bozor beradiganingizni aytaylik aka. 98 ga beraveramiz. 98 ga. O'zi nech pulga bermadingiz? Kiryapti-mi? 5-6 ming pul bo'lsa ham variantga beraveramiz. Masaga ham beraveramiz. Telefon raqamingizni ayting. 99lik 907 50 70. Savdingizni bersin. Biz navbatdagi mashinalarni yo'lga bilib o'tamiz, narxlarini qani. Yana qanaqa mashinalar ko'rsataylik, qanaqa nima. Ular shunaqa gaplar bo'lsa, kechki bozor 16:00 dan o'tdi vaqtimiz ham. Bugun aka nima gap, sotilmadimi bu? Assalomu alaykum. Ko'rsak bo'ladimi? Yili nechi buni? 18. Sog'ligingiz yaxshimi? Kechki bozor mana odamlar nasriyasi yo'q, o'tirganiga so'ragani ham jo'lat biz. Xo'p, 4 ta archa balon taqilgan 18, ikkinchi pozitsiya mexanika korobka, Nexia 3, probeg qancha? 119 ming yurgan mashinaning kraskasi qanaqa aka? Top toza, petnoriy to'kalar ham yo'qmi? Gazi metanmi, propanmi? Metan. Narxi nech pul deyapsiz buni? 7800. 7800 kamini qilib berasiz. Bozor nech pul berdi bugun? Eng balandi. 7,5. 7,5 gacha so'rashdi. Telefon raqamingizni bering. 90. 90lik 149 76 37. 149 76 37. 37. Xo'p, mana qolgan mashinalar egasi yo'q shekilli bo'ladi. Qani? Yili necha ekan bu Nexia'ni? 2011-yilgi Nexia 2 bor ekan mana. Qani bitta oldidan ko'raylik, keyin salonlarni ko'rib o'tamiz mana. 2011-yilgi oq Nexia 2. Qanaqa motorlik aka bu? 1.6. Balonlari yangi ekanmi? Bo'lar ekan, mana qilib bozorga yangi balon taqib chiqsa ham. Ammo prostoy salon ekan. Rulida gidravlikasi bor. Probegini qancha dedingiz? 408 ming yurgan. Kraska qayerlarida? Kraska sashi bu 40% molding pastlarida bor, suvagi butunlay. Moldingni pastlarida bor. Narxini aka kelishtirib aytaylik, kechki bozor. Aka 4 mingdan tushib beramiz. 4 ming kamini qilib berasiz. Yili necha dedingiz? 11. 11. 4 ming kam. Bozor nech pul berdi o'zi bugun? Har xil beryapti. Nech pul? 3 ming berishdi yani. 3 ming gacha so'radi. Har xil beryapti. Telefon raqamingizni bering. 88 88lik 909 909 00 0027. Telefon qilarsam qiziqqanlar bo'lsa ga. qiziqadi, telefon qilaman. Monos qanaqa ekan bu? 14 toza. 14 toza.
217 ming yurgan. Palon pul emasmish qilib bu, toza ekan. 5300 dan tushib beramiz. 5300 kami bor. Bana yuksalsa. Ama bizni kuzat akalarchida pulga Lacetti deydi, zo'rini minamiz, deydiyorlar ham bo'ladi. Endi hamma mashinada o'zgarish ishqibozi bor. Xo'p, buni savdosini bilsak bo'ladimi, nech pul bermagansiz? 47 ga berilmadi mana shu mashina. Ustiga yursa beramiz. Nechchidasiz yilini? 2000? 14. 14, kraska petno'rek topganmi yo'qmi? Yo'q. Asli ancha munchalar. Kosmetikalari bor ekan, o sapachokida bor ekan masalan. Gazi qanaqa buni? Propan gaz. Propan gazda. Bu qanaqa motorli? Sons. Sons gibrid. 86 ot kuchli. Telefon raqamingizni bering, har ehtimolga qarshi bunga. 88lik 909 00 909 00 Savdoyingiz bersin aka. Generalning imkoniyati bormi? Bor, deb o'ylayman. Demak, so'ragan hujjatingiz chiqarar ekan. Bu 14 toza ekan. Demak, konditsionerlargacha ishlab turibdi. Prostoy saloni bu, konditsioneri bormi? Yevro variant ekan. Salon prostoy, nol ekan, konditsioneri bor ekan. Mana do'stlar, mashinalarni ko'rsatib qo'ydik biz. Ishqi bozori bo'lsa kerak. Xulos o'zingizlardan biz endi yoqqa tushaylikchi, qani egasi bor mashinalar bormi yo'qmi yana. Efirimizga yangi kirib kelganlarga assalomu alaykum deymiz. Mana Andijon mashina bozorining kechki holati. Xudo xolasa iftorlikka ham bilmadim 1,5 soatlar qolyapti. Ko'rib o'zingizlar baho deb berasizlar mana. Xo'p. Kechki bozorda narx-navolar. Aka sotildim Nexia? Nechuni bilsak bo'ladi ma'lumotini? Oshnamga endi sekin kelishamiz deb turibman aka. Oshnangizga o'tkazib yuborasizmi? Bozor. 7,5 Assalomu alaykum. Bozorda narxini bilib ol. Ha. Aka bitta ko'rib ko'ring, avtomat ekan. Yili necha buni? 19. 19-yilgi avtomat Nexia 3. Qancha yurgan? Probeg qanaqa buni? 162 ming. 162 ming yurgan. Kraskalar? Petnolari bor. Petnolari bor, ha? Gazi metan. Metan. Generalni so'rasa beraverasiz endi. Tanishish aka. Nech pul beryapti bozor endi? Bozor 7 ming, 6800 qilishyapti. 68 dan 7 dan oralig'ida so'rab turibdi. Telefon raqamingizni bering. 88lik 88lik 556 66 99. 556 66 66 99. Savdingizni bersin aka. Hop, biz yana yengil agar egasi bor mashinalar bo'lsa kerak bilamiz. Qani, qanaqa nima mashinalar bor? Hop. Bozorda o'zim qulublab ketaman shekilli akalar bugun. Hamma ketyapti mana.